Assalomu alaykum hurmatli Alfapost kuzatuvchilari. Demak, bugungi videoda aynan Alfapost dasturini ishlashi va sizning biznesingizga, sizning do'koningizga qanday yordam bera olishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda aytib o'tishimiz kerak, Alfapost dasturi bu aynan chakana savdo do'konlari uchun mo'ljallangan bo'lib, bu kiyim-kechak do'konlari, aksessuarlar, telefon yoki kafelar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Siz dasturni telefoningizga yokida shaxsiy kompyuteringizga yokida monoblokka o'rnatsangiz bo'ladi va dasturni o'rnatganingizdan so'ng sizda quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda siz o'zingizga berilgan login va parol orqali dasturga kirib olasiz va dasturga kirganingizdan so'ng dastur sizga asosiy holatda statistika bo'limini ochib beradi va statistika bo'limida siz biznesingizdagi asosiy ko'rsatkichlarni ko'rib turishingiz mumkin. Masalan, bu yerda yuqorida ko'rib turganingizdek, bugungi sotilgan umumiy savdoni miqdorini ko'rsatmoqda. Ya'ni bu yerda bizda bugun bo'lgan savdoni umumiy summasi ko'rsatilgan. Yokida uning oldida oxirgi 30 kunlik savdoni ham aniq ko'rib turishingiz mumkin. Agarda dasturda xarajatlarni ham kiritib boradigan bo'lsangiz, ushbu bo'limda siz xarajatlarni ham ko'rib turishingiz mumkin. Demak, agar sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda bugungi to'lovlar aks ettirilgan. Ya'ni bugungi to'lovlar bu aynan bugun bo'lgan to'lovlarni to'lov turlari bilan ajratilgan holatda sizga ko'rsatadi. Ya'ni naqd pulda masalan 5.662.000 to'lov bo'ldi, yokida Uzcard, Click yoki Humo yokida qarzga bo'lgan savdolarni siz aynan shu yerda ko'rishingiz mumkin. Yokida qo'shimcha ma'lumot sifatida o'ng tomonga e'tibor qaratsanglar, bu yerda umumiy sizning omboringizda bor assortimentni ko'rishingiz mumkin. Masalan, 17 ta turdagi mahsulotimiz bizda hozir omborda mavjud ekan va sal pastroqda umumiy qarz ko'rsatilgan. Ya'ni siz agar qarzga ham savdo qiladigan bo'lsangiz, dastur avtomatik ravishda qarzlarni ham sizga ko'rsatib boradi va bu yerda siz uni ham ko'rib turishingiz mumkin. Sal pastroqda siz do'koningizdagi ostatka summasini sotish va kelish narxi bo'yicha ham ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni siz olgan narxingiz bo'yicha quyidagi joyda ko'rsatilgan, masalan 25 million va agarda u tovarlarni sotadigan bo'lsak, 33 millionlik tovar mavjud ekan. Sal pastroqda siz ombordagi kolleksiya tovarni ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni bizning omborimizda hozir 3910 ta shtuk tovar bor ekan. Xo'p, undan pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda bizda analitika mavjud. Ya'ni siz statistika bo'limida aynan biznesingizdagi real time'dagi voqealarni aynan ushbu grafika asosida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har oylik to'lovlar, har oylik bo'layotgan savdoni va foydani aniq grafika asosida o'sish bo'lyapti yoki bo'lmayotganligini ko'rsatib boradi. Masalan, avgust oyida 414 minglik savdo bo'lgan, sentyabr oyida esa 501 ming va oktyabr oyida mana bu yerda ko'rib turganingizdek 9 million 588 ming so'mlik savdo bo'lgan ekan. Uning oldida esa aynan xuddi shu grafika 7 kunlik grafika asosida ko'rsatilmoqda va dasturdagi eng qiziq joyi aynan bugungi bo'lgan daromadingizni ham siz quyidagi ravishda eng pastida ko'rib turishingiz mumkin. Daromad bu aynan siz tovarni olish va sotish narxingizni kiritganingizdan so'ng o'rtadagi marjani hisoblab sizning foydangizni quyidagi tarzda ko'rsatib beradi. Va agarda siz xarajatlarni ham bu yerda qo'shib boradigan bo'lsangiz, sizda xarajatlarni ayirgan holatda sof daromadingizni quyidagi tarzda ko'rsatib berishi ham mumkin. Uning oldida esa oxirgi 30 kunlik daromad va umumiy daromadni ham ko'rib turishingiz mumkin. Bu aynan bizning statistika bo'limimizda mavjud bo'lgan funksiyalar. Demak, keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limlar bizda kontaktlar bo'limi. Xo'p, kontaktlar bo'limida odatda sizning biznesingizdagi delik ta'minotchilaringiz yoki siz qarzga sotadigan klientlaringizni bazasi shakllanadi va bu yerda umumiy klientlaringizni qarzlari yokida qarzlarni bergan muddatingiz bo'yicha siz ko'rib turishingiz mumkin. Yokida oldida aynan ta'minotchilar bo'limi mavjud. Ta'minotchilar bu siz tovarni kimdan olyapsiz va uni istoriyasini aynan shu yerdan ko'rib turishingiz mumkin. Va keyingi bo'lim aynan bizda mahsulotlar bo'limi va bu yerda siz tovarlaringizni quyidagi qo'sh tugmasi orqali qo'shib chiqishingiz mumkin. Qo'shish turda juda ham oson qilib ishlangan. Qo'shish uchun tovar nomini, bu yerda aynan kategoriyasi, uni qaysi turdaligi, kilogramm yoki dona yoki qopda sotilishi va agar tasnif yozmoqchi bo'lsangiz, bu yerda tasnifini ham kiritsangiz bo'ladi va pastroqda esa uning rasmi agar xohlasangiz va kelish narxi sotish bo'yicha agar kelish narxi va sotish narxini ham kiritadigan bo'lsangiz, aynan boya aytganimdek daromadingizni ham hisoblab beradi va mahsulot shrix kodi quyidagi joyda yoziladi va saqlash tugmasi bosganingizdan so'ng agar aynan omboringizga bizda yangi mahsulot savdot bo'ladi. Va pastroq tushadigan bo'lsak, buning oldida inventarlar bo'limi mavjud. Inventarlar bo'limi bu aynan bizda ostatkani hisobotlari, ya'ni mahsulotlaringizni qanchadan olib, qanchadan sotishingiz va aynan
olish narxi bo'yicha qancha sizda ostatka summa mavjudligi yoki sotish narxi bo'yicha aynan qancha ostatka summa mavjudligini ushbu bo'limdan ko'rib tursangiz bo'ladi. Keyingi bizda asosiy bo'limlarimizdan sotuv bo'limi. Demak, sotuv bo'limi bizda asosiy bo'lim hisoblanadi. Sababi bu yerdan aynan savdo jarayonlari amalga oshiriladi. Demak, ko'rib turganingizdek bu yerda turli xil turdagi mahsulotlar rasmlari va nomi va narxi bilan ko'rsatilgan va bu yerda siz aynan qo'shgan tovarlaringiz hammasi shu yerda ko'rsatiladi. Tepada esa bu yerda kategoriyalar, masalan, siz bu yerda ichimliklar ustiga bosadigan bo'lsangiz, faqat ichimliklarni ko'rsatishi mumkin yoki mevalar ustiga bosadigan bo'lsak, faqat mevalarni ham ko'rsatishi mumkin. Demak, yokida tovarni topishda yana bir usuli bu mahsulotni nomi orqali qidirish. Masalan, siz bu yerda Pepsi deb yozadigan bo'lsangiz, aynan bizda Pepsi kelib chiqadi va buni sotish uchun ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek o'ng tomondagi menyuda bu bizda qo'shgan tovarlarimiz aks ettiradi. Bu yerdan siz agarda ko'proq sotmoqchi bo'lsangiz, plus tugmasini bosish orqali ko'paytirsangiz bo'ladi. Yokida agar narxini o'zgartirib sotadigan bo'lsangiz, aynan 12 ming so'm emas, deylik 15 ming so'm, aynan bu yerdan 15 ming so'm summani biriktirasiz va dastur bu savdoni 15 ming so'mga amalga oshirib beradi. Xo'p, bundan tashqari yana bizda tovarni sotish uchun biz strix koddan foydalansak bo'ladi. Ya'ni agarda sizda skaner apparat ulangan bo'lsa, siz mahsulotni shunchaki skaner apparatga olib kelasiz. Skaner apparat avtomatik skaner orqali strix kodni skaner qiladi va u bizda o'ng tomondagi kartaga buni avtomatik ravishda qo'shib beradi. Va tanlangan tovarlar quyidagi tarzda o'ng tomonda yig'ilib boradi va pastroqda umumiy summani ko'rib turishingiz mumkin. Masalan, 106 ming so'm va sizda deylik klient buni 100 ming so'mga chegirma qilib berishini so'rasa, siz buni chegirma asosida ham sotishingiz mumkin. Ya'ni pastda bizda jami chegirma degan joy bor va aynan bu yerda agarda siz 6 ming o'tib beradigan bo'lsangiz, 6 ming so'mni yozasiz va bu yerda umumiy summaga plus minus qiladi aynan 6 ming so'm chegirmani va to'lov qilish jarayoningizda sizda aynan buni 100 ming so'm qilib ko'rsatadi. Va demak, biz aynan to'lov qilish jarayonida boya aytib o'tganimdek to'lov turlari bilan xuddi shu tarzda tanlagan holatda to'lov qilasiz. Aynan naqd pulda yoki klikda yoki UzCardda amalga oshirilganini tanlab, to'lov amalga oshirildi tugmasi bosilgach, dastur savdoni bazaga avtomatik ravishda saqlaydi. Demak, agarda chek apparatda ulaydigan bo'lsangiz, chek apparatdan aynan hozir bo'lgan savdo avtomatik ravishda chiqib keladi. Aynan savdo jarayonlari xuddi shunday amalga oshiriladi. Agarda qarzga savdo qilmoqchi bo'lsangiz, siz tovarlarni tanlaysiz va undan so'ng klientlar bazangizdan klientning ismini yozish orqali uni topib olasiz. Masalan, Abror tanlayman va endi to'lov qilishni bosganimdan so'ng bu yerda qarz bo'limi kelib chiqadi. Agarda qarzni tanlab, bu yerda qarz muddati sifatida 10-sanani belgilab to'lov amalga oshirildi tugmasini bosganimdan so'ng aynan sizning klientingizga bu qarz yoziladi va kontaktlar bo'limiga o'tib ko'radigan bo'lsak, hozirgi sotgan tovarim aynan Abror ismli klientimizga 10-sanagacha qarzga ketdi. Va bu aynan bizni sotuv bo'limimizni ishlash prinsipi edi. Keyingi bo'limimiz bizda kirimlar bo'limi. Xo'p, kirimlar bo'limi aynan kirim qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerda siz aynan tovarlarni o'zingiz omboringizga kirim qilishingiz mumkin. Kirim qilish jarayoni juda ham sodda qilib ishlangan, aynan sotuv bo'limi kabi. Bu yerda tovarlarni shunchaki qancha kelganini bu yerdan yozish orqali tanlaysiz. Masalan, Snickersdan deylik 60 ta, xuddi shu tarzda tanlab kirim qilish tugmasini bosish orqali siz kirimni ham amalga oshirsangiz bo'ladi, juda ham sodda tarzda. Xo'p, bundan tashqari bizda xarajatlar bo'limi ham mavjud. Xarajatlar bo'limi aynan xarajatlarni yozib yurish uchun mo'ljallangan va siz aynan bu yerda xarajat qo'yish tugmasi orqali deylik ovqatlanishga 50 ming so'm xarajat. Saqlashni bosganimizdan so'ng aynan ovqatlanish uchun bugungi sana bilan, bugungi vaqt bilan 50 ming so'm xarajat qo'shib qo'yadi va xarajatlar bo'limi ham uni avtomatik ravishda saqlab boradi. Undan keyingi bo'lim bizda hisobotlar bo'limi. Bu yerda bizda 8 turdagi eng muhim hisobotlar mavjud va bu yerda siz biznesingizda bo'layotgan voqealarni aynan hisobotlar ko'rinishida ko'rib turishingiz mumkin. Bu juda muhim ko'rsatkichlar. Har biri aynan o'zini vazifasiga ega. Ya'ni birinchisi masalan sotuv bo'limi. Aynan bu yerda siz sotgan cheklaringizni ko'rib turishingiz mumkin. Ikkinchi bo'lim sotuv hisobotlari bo'limi. Aynan sotuv hisobotlari bizda sotgan tovarlarimizni aynan tovar ko'rinishida hisoblab beradi. Masalan, bugun aynan qaysi tovardan aynan shu soatda nechta sotdik. Aynan xuddi shu hisobotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz aynan ikkinchi hisobot turiga kirsangiz bo'ladi yoki uchinchi turdagi hisobot bizda mahsulotlar tahlili. Bu aynan sizning biznesingizdagi
qaysi tovar yaxshi ketyapti, qaysi tovar uncha yaxshi ketmayapti. Aynan xuddi shu statistikalarni bu bo'lim sizga aniq qilib ko'rsatib beradi. Kirimlar bo'limi, bundan keyingi bo'lim bu hisobot turi aynan siz qilgan kirimlaringizni hisobotini qilib beradi va kirimlar tarixi esa buni podrobniy holatda sizga ko'rsatib beradi. Demak, keyingisi to'lovlar. To'lovlar bo'limi sotuv bo'limidan farqli ravishda bu yerda siz bo'lgan to'lovlarni ko'rib turasiz. Ya'ni siz deylik qaysi to'lov usulida to'lov qildingiz yoki qaysidir klient qarzini to'lagan bo'lsa ham aynan xuddi shu bo'limda uning hisobotlari saqlanib boradi. Keyingisi sotuv va kirim hisobotlari. Bu analitika bo'limi hisoblanadi. Ya'ni siz sotuv va kirim hisobotlarini bir joyda aynan turli xil grafika asosida ko'rib turishingiz mumkin. Yokida qoldiqni tuzatish bo'limida siz agarda ma'lum bir tovaringiz deylik birak chiqdi yokida noto'g'ri holatda kirim qilindi, aynan xuddi shu bo'limda siz uni tuzatishingiz va tuzatganlaringizni umumiy listini, istoriyasini ko'rib turishingiz mumkin. Demak, AlphaPost dasturimiz haqida qisqacha tafsilotlar aynan shulardan iborat edi. AlphaPost dasturimiz bu bilan cheklanib qolmaydi albatta. Sizga aynan ko'rsatilmagan nuqtalar hali juda ham ko'p. Bularni keyingi videoda aynan batafsilroq yoritib boramiz. Masalan, hisobot turlari har bittasini alohida ichiga kirgan holatda sizga keyingi videolarda bu narsani ham ko'rishingiz mumkin. Agarda sizning ham do'koningiz yoki shu kabi biznesingiz bo'lsa, AlphaPostga murojaat qiling va biz bilan do'koningizni tizimlashtiring. AlphaPost biznesingiz uchun aqlli yechim.